Demak, hammaga xayrli kech. Bugun nechinchisi? Bugun 27 yo'q. Hozir. Uzr, 28. Ko'p ishlayverib, chisloni ham esimizdan chiqarib qo'yyapmiz. Bugun qor yog'yapti ertalabdan. Unaqa yirik emas-u, no ощутимо, ya'ni sezilarli darajada yog'ib qo'yibdi. Mana hozir oldi qismiga o'tkazay. Mana. Ya'ni sezilarli darajada yog'ib qo'yibdi. Mana Park искусств. Площадь искусств deganim. Bu yerda полностью ishga tushirishibdi. Kecha o'tgan safargiga o'xshab bajirilarmikan, yo'qmikan, shuni ko'rmoqchi edim. Yo'q. Tak, rasmga tushishyapti. Mayli. Sekin yuraveraylikchi. O'tgan safar haqiqatan ham jibrlagan, u qanaqadir tekshirish uchun sveta muzikasini yoqib, qanaqadir effektini yoqib qo'ygan. Ana shunga shunaqa o'ynagan. Mana o'ynamayapti. Mana ularni полностью ishga tushirishibdi. Hamma mana rasmga tushishyapti. Bu yil o'zi Rossiyadagi shaharlar bo'yicha Peter birinchi o'ringa chiqibdi. Shaharni bezab расход qilish bo'yicha shunga. Endi bu ham bir plyus, bir minusda. O'zi hozir hamma ko'pchilik qiynalib turibdi. Ham urushda hisobiga ko'p расход bo'lyapti-da bularda. Hozir bu taraf, orqa tarafi o'tgan safar Pushkinni haykalini oluvdim. Eslaringizda bo'lsa, archalar mana erimay, mana o'rtaga chiqib olib, nutiga chalib turibdi. Haykallar usti ham qorga belanibdi. Xullas, kechagina video qo'ydim. Videom oxirigacha tushmagan. Bu video o'zi 28 minut. O video cho'ta oxirigacha tushmabdi nimagadir. Bu Instagramdan. Agar kimdir ko'rmoqchi bo'lsa, akkauntim profilini tagida YouTube'da ссылкасы bor kanali. Ana shu kanalga kirsalaringiz, ana shu videoni to'liq anonsi bor versiyasi. Shunga o'sha tushirgim kelmayapti. Qaytadan, chunki qancha? 3 kunmi? Bitta videoni 3 kun попытка qildim. 90% ga borib to'xtab qolyapti nimagadir. O'zi Instagramda to'g'risi algoritmini uncha yaxshi tushunmayman. Ham Instagram o'zi korotkий videolarga anaqa qilingan, moslashtirilgan. Shunga hozir oldi qismini o'tkazay. Tak, mana o'tgan safar bu tarafdan bunday keldim. Eslaringizda bo'lsa, menga hali o'chiradi. Yo'qlarni ham полностью yoqibdi.
Spesialni kolonka qo'yganmi deyman. Demak kolonkasini ham ko'rmayapman. Ichkariga kirsa ham bo'lar ekan. Hozir tepa qismini ko'raylikchi. Men kolonkasini ko'rdim. Mana yoqda ekan. Tak, bu yoqdan chiqib hozir bu yerga yursam ham bo'ladi-yu. Mayli, bu tarafga yurayın. Etnografический muzey bor. Shuni oldi qismini ko'rsataman hozir. Olaveray. Bir 5 kunmi 6 kun to'xtamay yog'ar ekan. Ko'pchilik ob-havo anaqasiga qarabdi, prognoziga. Ob-havo ma'lumotiga degani. Hozir mana ana shu men aytgan muzey. Hozir yo'ldan o'tib olaveray. Temple View. Bitta devorda ko'chada bo'lsa yo'q. Mana Российский этнографический muzey. Bu ko'chaga chiqsalaringiz Sadovoy. Mana ikkita tarafni ko'rsatib qo'ygan. To'g'riga yursalaringiz Injenerniy ko'chadan Belgiyskiy ploshadga chiqsalaringiz bo'ladi. Ana shu Belgiyskiy ploshad yonida adashmasam sirk bor. Bir videomda ko'rsatganman uni. Bu yerdan chiqsalaringiz anaqaga chiqasizlar. Spas na Kraviga. Menga bu tarafga yurishim kerak. Xullas video oxiri kecha ham o'zi to'g'risini aytsam bir joyga borishim kerak edi. Bir video olish uchun ayrim bir sabablarga ko'ra borganim yo'qman. Ham hozir svязь yaxshi emas. Internet uzilib qolyapti. Dron uchganlik hisobiga ham uydagilarim bilan ham bog'lana olmayapman uncha. O'tgan safar ayamga tushuntirdim. Svязь yaxshi bo'lib qolsa bunaqa qilaman deb, bog'lanaman deb, bu bilan vaqtim bo'lgani yo'q. 1-2 kundan keyin baribir uydagilar bilan bog'lanib yangi yil oldidan tabriklab qo'yish kerak. Hozir tak, men keldim. İtalyanskiy ko'chaga kelyapman. Kimgadir qiziq bo'lsa, shu YouTube kanalimga o'tib videoni oxirigacha ko'rishlaringiz mumkin. Hamma o'zini asrasin, o'zini ehtiyot qilsin. Yangi yil oldidan adashmasam yana bitta video tushiraman. Hamma o'zini ehtiyot qilsin. Hammaga xayrli kech.